Kuzlari men Qo'qon ofisiga kelib ishni boshladim. Ishni boshlashdan oldin men har doimgi ishim qo'llarimga krem surtish bo'ladi. Chunki ertalab krem surtgani vaqtim bo'lmaydi, shoshilaman. Endi bundan bag'ga havolar soviyapti, qo'llarimiz yoriladi, yorilish quruq shiraydi. Bu quriganini, yorilganini oqibatida qo'llarimizga ham dog'lar, tirishlar, ajinlar tushib qoladi. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman. Ertalab va kechqurun qo'llaringga erinmasdan krem surtib yurishlaringni maslahat beraman. Biz Ersak kompaniyamizda asobiy mana shunaqa qo'l kremi bor. Bu kremim ham juda ham effekti zo'r qizlar. Ishlatsalaring maza qilasizlar. Lekin men mana bu kantaron kremni sevaman qizlar. Bu kuyganga, toshmaga, yaraga, hamma narsaga, badanga, yuzga, dajmini qo'lga ham ishlatsalaring bo'ladi. Juda ham zo'r krem, vitaminlarga boy krem. Shuning uchun men juda ham yaxshi ko'raman. Buni uyimizdan uzmayman qizlar. Yuzimga ham ishlataman. Kechqurun pitatilni, buni kechqurun yuzi xotimdan keyin buni ham yuzimga ham daj ishlataman. Qo'llarimizga ham qarab yurishimiz kerak qizlar, chunki qo'llarimiz ajin tushishdi, dog' tushishdi boshlaydi. Shuning uchun doimo maslahat beraman. Qo'llaringni ham eslaringdan chiqarmasdan doimo krem qo'yib yuringlar. Hidini qaranglar, shu chotkida qizlar. Hammalaringning ishlaringga omad.